ro'za tutmoqchi bo'lsangiz, albatta shunday maslahatlarga quloq soling. Homilador ayollarimizni ro'za tutishdan oldin albatta ginekolog ko'rigidan o'tishni tavsiya qilaman. Ginekolog bilan maslahatlashib, UZI tekshiruvlardan o'tib, hamda analizlar topshirgandan keyin, ya'ni analizlarga kiradi qon analizlari, siydik analizlari, qonni biokimiya tahlili, koagulogramma, ya'ni shu analizlarni tekshirilgan holatda agar ayolda hech qanday muammo bo'lmasa va ayolimiz ichayotgan vitaminlarni ro'za tutish davriga to'g'ri kelmasa hamda suyuqlik miqdorini yetarli ichsa, ro'za tutishi mumkin. Lekin agar homilador ayollarimizda toksikoz og'ir bo'lsa, ishtaha kam bo'lsa, kam qonli bo'lsa, suyuqlik miqdorini to'laqonli icha olmasa, qoni o'ta quyuq bo'lsa, homila tushish xavflari bo'lsa, albatta jinsiy yo'llardan qonli ajralmalar bo'lsa, qon bosimini yuqori bo'lishi yoki pasayib ketishi, buyraklarda yallig'lanish holatlari bo'lsa, albatta ro'za tutmaslikni tavsiya qilamiz. Va siz agar ro'za tutmoqchi bo'lsangiz, albatta shunday maslahatlarga quloq soling hamda ginekolog tekshiruvidan, UZI tekshiruvlardan hamda analizlarni topshirilgan holatda tutishingizni tavsiya qilaman.